Bu uyimizni 84 kvadrat, narxi 133 ming, tayyor komplektovini kirib yashaydigan. Yunusobod 11-kvartal yetib o'tganimda Mega Planetda shunda orqasida metro, maktab, bog'cha, targ'ib kompleksli 2 qadamli yo'nalishimizda. Bu uyimiz 3-qavatda joylashgan 10 qavatli bino bo'ldi. Ma'lumot yetib o'tdim. Endi birgalikda ko'ramiz. Qani asosiy podyezddan kirish eshigimizda uzungina G-obrazli bizda koridorimiz bor. O'ng tarafda bizda o'sha mana garderobniy, kiyim-kechak, oyoq kiyimlarni shu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. Va chap tarafimizda hamon tualetimiz bizda birlashgan holatda mana devorlarni ranglarini sachitanyani juda chiroyli chiqarishibdi. To'g'riga kiramiz, mana bizda bu yog'imizda o'tirib ovqatlanadigan zona, bu yog'imizda kuxnyaning davomi, bu yoqda esa ovqat tayyorlaydigan joyi. Endi eshik ham qo'yilgan, ovqatni hidi, yog'i bu yoq tarafga o'tmasligi uchun. Keling, bu yoq tarafimizda mana 3 ta xonamiz mavjud. Qaysi biridan boshlaymiz? O'ng tarafdan. Marhamat. 84 kvadrat, lokatsiyasi ham zo'r, JK Comfort House. Bu yoq tarafimizda yana bitta spalni. Kiyim-kechak, chamadonni oldingiz, kirdingiz, yashadingiz. Va bu yog'imizda esa 4 ta xona desam bo'ladi. Chunki oshxonada ham o'tirib xonasi bor, bu yoqda yana 3 ta spalnisi bor. Lokatsiyasi zo'r, bunaqa uy qarab yurgan bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, ma'lumot, telefon raqamlari har doim labsanada tezda aloqaga chiqib, shu uyga egasi siz bo'lishingiz mumkin.